Akalar assalomu alaykum. Navbatdagi titan pechkalarimiz ham tayyor. Ozgina ma'lumot berib o'taman. Pechkamiz so'lilikda yasalgan, tepasida boylar bo'lsa 2li, asli ko'pchilikda yasalgan, zanglamaydigan. Pechkamizga termostoyki kraskasidan sepilgan 1000 gradusli yonmaydigan. Pastlariga kuzovlarini qilib qo'ydik. Stenkasi 4, ichida cho'yalar ham yo'g'i bor. Gaz bor hududlar uchun gazga o't tashab ketganmiz. O pechkamiz bu tarafga 30 cm. Xo'p, bu tarafga uzunligi 75 cm, bo'yiga bo'lsa 50 cm. Bu yerda devor qoladi. 30 tashqaridan yaqilganda bu yerda devor, boylar xomnomni ichida turaveradi. Bu yer 40 cm. Xudo xolasa boylarimiz 80 litr suv sig'imiga ega. Bu yerda hamma rezbalari qo'yib ketilgan ariston tent uchun, obratka, sliv, podachi va soldachi uchun ham tashab ketilgan rezbalar qo'yilgan. Orqasida toshxonasi bor. O pechkani dizayniga ham e'tibor bersanglar, xudo xolasa chiroyli holatda qildik. Bu yerlari ham ichki toshxonaning lislari ham to'lilikda qilingan. Xudo xolasa chiroyli holatga yetkazib beramiz. Aloqaga chiqsanglar. Hammaga rahmat.